Demak, yarim burchak va darajani pasaytirish formulalari. Biz asosan bunda ikkilangan burchak formulasidan foydalanib keltirib chiqaramiz. Demak, kosinus 2 alfani dastlab sinus orqali ifodalangan formulasi boyagi 1-2 sinus kvadrat alfani yozib olamiz. Bu yerda demak minus 2 sinus kvadrat alfa bu tarafga plus bo'lib o'tadi. 2 sinus kvadrat alfa barobar kosinus 2 alfani bu yoqqa minus qilib o'tamiz. 1 minus kosinus 2 alfa. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, demak sinus kvadrat alfa teng bo'ladi 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 ga. Mana bu formula darajani pasaytirish formulasi deyiladi. Ya'ni sinus kvadrat alfaning darajasini pasaytiryapmiz. Ana endi xuddi shu yerda quyidagicha almashtirish bajarsak, hop, alfani o'rniga x taqsim 2 qo'yamizda ikkala tarafdan ildiz olib yuboramiz. Shunda nima bo'ladi? Mana sinus x taqsim 2 barobar plus minus bo'ladi. Ildiz ostida 1 minus 2 ni x taqsim 2 ga ko'paytirsa, ikkilar qisqarib kosinus x paydo bo'ladi. Taqsim 2. Mana bu formula yarim burchak formulasi. Demak, ikkala formula ham nimadan kelib chiqadi? Ikkilangan burchakning kosinusini. Xuddi shunday kelib chiqadi. Qolgan ikkita asosiy formulamiz, ya'ni yoniga yozamiz. Kosinus kvadrat alfa 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2 va kosinus x taqsim 2 barobar bo'ladi. Demak, plus minus ildiz ostida 1 plus kosinus x taqsim 2. Sinus ham kosinus ham demak ikkalasini ham o'sha bitta formuladan, ya'ni ikkilangan burchakning kosinusini. Mana buni hosil bo'lish jarayonida boyagi kosinus 2 alfaning 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 ekanligidan foydalaniladi. Demak, yarim burchak va darajani pasaytirish formulalari. Demak, yarim burchak formulasida demak, misol uchun endi bizda muammo bo'lmaydi. Kosinus 22,5 gradusni hisoblash kerak bo'lsa, demak buni yozamiz. Bunda boyagi formuladagi plus minus uning choragiga qaraydi burchakni. 22,5 gradusimiz birinchi choragida bo'lgani uchun musbat plus olamiz. 1 plus formulada 22,5 ning 2 baravari kosinus 45 gradus. Taqsim 2. Xo'p. Demak, 1 plus kosinus 45 dan izosi taqsim 2 taqsim 2. Makrajdan 2 chiqib keladi va suratda o'ng makraj bersa 2 plus izosi 2 qoladi. Mana shunga teng bo'lyapti. Demak, bizda ixtiyoriy burchakning yarimini topish uchun bu formulalarimiz kerak bo'ladi. Qiymatini topish uchun. Endi keyingi formulamiz tangenisi. Yarim burchakning tangenisi qanday topiladi? Demak, bizda boyagi tangens x taqsim 2 ni yozib olamiz. Sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 mana bu alfaga o'xshab qoldi. X taqsim 2 formulalarni mos qo'yamiz. Demak, plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus x taqsim 2 plus minus ildiz ostida 1 plus kosinus x taqsim 2. Hop, bunda makrajdagi ikkilar qisqarib ketadi va bitta ildiz olamiz. Plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus x taqsim 1 plus kosinus x paydo bo'ladi. Bu yerda x taqsim 2 ni gradus qiymati qaysi chorakdagiga qarab plus yoki minusni qo'yamiz. Kotangens x taqsim 2 miz esa xuddi shuni teskarisi, ya'ni 1 taqsim tangensi x taqsim 2 bo'lgani uchun plus minus ildiz ostida 1 plus
kosinus x taqsim 1 minus kosinus x ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, bundan tashqari bizda mana bu ifodani, ildiz ichidagi ifodani ildiz qatnashmaydigan ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Ya'ni 1 minus kosinus taqsim 1 plus kosinus. Bunda surat mahrajini mahrajning qo'shmasiga ko'paytiradigan bo'lsak, ildiz ostida 1 minus kosinus x yoki suratni qo'shmasiga ko'paytirsak ham bo'ladi. Yo'q, surat mahrajni o'ziga, ya'ni suratni qo'shmasiga ko'paytirsak ham bo'ladi. Farq yo'q. Taqsim 1 plus kosinus x 1 plus kosinus x natijada demak suratda qisqa ko'paytirish formulasiga keladi 1 minus kosinus kvadrat x yoki past esa 1 plus kosinus x ning qavs kvadrati. Bunda suratda 1 minus sinus 1 minus kosinus kvadratimiz sinus kvadrat alfaga teng, demak x ga. Xo'p, pastda esa 1 plus kosinus x ning qavs kvadrati. Kvadrat bilan ildizni qisqartiradigan bo'lsak, demak sinus x taqsim 1 plus kosinus x hosil bo'lyapti. Xo'p, bu yerda modulga olib qo'ysak ham bo'ladi, chunki bu yerda x qiymatida sinus manfiy bo'lib qolish holati bor. Ildizda manfiy ifoda chiqmaydi. Shuning uchun ba'zi formulalar ko'rishdan mumkin, ya'ni boyagidan kelib chiqadi. Demak, tangents x taqsim 2 miz boyagi ifodadan tashqari sinus x taqsim 1 plus kosinus x ga ham teng bo'lishi. Kotangents x taqsim 2 esa xuddi shunga teskari, ya'ni 1 plus kosinus taqsim sinusga ham teng bo'lishi kelib chiqadi.